Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoyimda qanaqangi har kungi makiyajimni qilishni ko'rsatmoqchiman. Mana bugun men bu paletkani ishlatamiz. Make Up Forever'ni. Men bu hammasi ichida anaqasi paletkasi. Menga shu juda ham yoqdi. Yuzni quritib ham yubormaskan, anaqa ham qilmaskan. Yog'lantirib ham yubormaskan kun davomida. Ko'p tonalnilarni ishlatib ko'rganman, har xilini. Oxirgi tonalnim hozir Charlotte Tilbury edi. U ham yaxshi, menga yoqadi. No, bu более естественный и juda ham yupqa yotar ekan. Shunisi bilan juda ham yoqdi. Real Technique'da kestidan foydalandim. 200-chi concealer suraman. Make Up Forever'ning concealeri. Shu paletkali ichida hammasi. Juda zo'r paletka ekan. Olishinglar mumkin. Menda hozir Harmony 2, lekin birini olsanglar menimcha yaxshiroq ekan. Men o'zim sal temnayroq oldim. Chunki tonalnilarim ko'p. Men bu contouring qilishga anaqaga sal temnayrog'ini oldim. Mana qaranglar. Juda ham zo'r. Endi yana shu kistni o'zi bilan qilaman. Men unaqa chizib, unaqa qilib o'tirmayman. Maksimum 15 minut ketadi bo'yanishimga. Bolalarni maktabga, bog'chaga, hamma narsaga ulgurishim kerak. Shunga ham zavtrakini tayyorlab berishga. O'shanga minimum vaqt sarflayman makiyajga, no har ertalab обязательно легкий make-up qilib ketaman, chunki kun davomida уже hech narsa qilmayman. Ko'rganinglardek mana juda ham menga yoqadi. Suramiz. Rumyanani ham mana shu anaqa paletkadan men bunisini suraman. Bunaqa qilib surmaymiz-da, sal mana bunaqa urib, mana bunaqa qilib. Sekin-sekin yuzimga boshlayman. Men qizlar poetapni surmayman. Nimani qachon surishni o'zim xohlasam, shunaqa surib tashlayveraman yuzimga. Birinchi buni ishlataman, ikkinchi buni ishlataman, unaqa narsa yo'q. Shunga ham o'zingizlar qanaqa xohlasanglar shunaqa qilasizlar. Mana bo'ldi. Hammasi juda ham yengil, juda ham kam. Highlighterini ham mana shundan ishlataman. Juda ham menga shu paletka yoqdi, prям. Qizlar qaranglar, уже yaltirashini. Вообще zo'r.
Men juda ham kosmetikalar men bu korobochkasida saqlashni yaxshi ko'raman. Bilmayman nimaga, lekin shu yoqadi menga. Men bu anaqasi nima deyiladi? Kremoviy tenmi? Shu ham yoqadi menga. Juda ham chiroyli suriladi, juda ham oson surilishi. Mana shunaqa suramiz. Juda ham tez suriladi bu. Sekund. Voilà. И готово. Endi qoshimni bo'yaymiz. Qoshimni unaqa bo'yamayman. Lekin salgina anaqa qilamiz. Qoshimni men bu qalamda bo'yayman. Bu Toshkentdan kelgan. No, juda ham zo'r, menga shu yoqadi. Qoshimni ham qilib oldik. Endi strelka chizamiz, qizlar. Strelkaga men Maybelline bu anaqasini nima deydi buni? Chizadiganini mana shu bilan qilaman. Tushni ham surib bo'ldim, qizlar. Ko'rib turganingizdek, tush uncha menga yoqmaydi, no bo'ladi. Hozir menda faqat shu bor. Shundan foydalanyapman, chunki tushda 2-3tadan sirazi foydalansam qurib qoladi. O'shanga ham tushdan iloji boricha 2ta foydalan. Vivian saboni 2ta qalam bor. Hozir men 90 mi bu? 06 ottyenkasidan foydalanaman. Qolgan joylariga sira olamiz. Labim tayyor, qizlar. Pomadadan hozir Lancome'ni pomadasini ishlatamiz. Men bu balzamini. Bu balzam. Nomeri 30 ekan. Menga juda ham yoqadi shuni rangi, qizlar. Kuzga juda ham zo'r. Makiyaj tayyor. Hozir salgina yana pudra ishlataman. Unda anaqani ishlatamiz. Hourglassnikini. Qizlar, makiyajimizni sal to'ldiramiz. Hourglassni men bu Lebit paletkasidan foydalanamiz, qizlar. Kistdan men bu kistimni ishlataman. Buni otini bilmayman. Anaqadan Amazondan olgandim davno. Salgina pudra. Juda ham pigmentированный bu. Ozgina rumyana ishlatamiz. Rumyanada men bu o'rtadagisidan foydalanib ko'ramiz, qizlar. Qanaqa ekan? Wow. Sirazi suriladi. Pigmentatsiyasi вообще dahshat. Ozgina. Qaranglar, qizlar, sirazi qanaqa o'zgardi.
makiyaj. И ozgina highlighter suramiz. Highlighterni o'zini mana kestichkasida. Mana bu highlighterdan foydalanamiz. Qizlar, men bo'yanishni 100% bilmayman. Prosta har kunga qanaqa bo'yanishimni ko'rsatdim. Lekin har kun bunaqa ko'p ham bo'yanmayman. Men shu ikkita paletkadan bittasini ishlataman yoki Charlotte Tilbury'ni ikkita uchta paletkalardan ishlataman. Video qiziq bo'ldi sizlarga deb o'ylayman. Ko'rganinglar uchun rahmat.